Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda biz HTML da input yordamida oddiy registratsiya formasini yasaymiz. Bu yerda ism kiritiladi, email yoziladi, password yoziladi va button orqali registratsiya qilinadi. HTML da ma'lumot kiritish uchun input tagi ishlatiladi. Masalan, ism, email yoki password yozish mumkin. Placeholder foydalanuvchiga nima yozishni ko'rsatadi. Button esa registratsiya tugmasini bo'ladi. Bu frontendagi eng asosiy formalardan biri. Keyin mana shu kodlarni endi yozamiz. VS Code'ga yozamiz. H1da registratsiya deymiz. Registratsiya. Undan keyin bitta form ochamiz. Action'ni o'chirib tashlaymiz. Form ochamiz. Formning ichida input ochamiz. Input placeholder ismingizni kiriting. Copy qilamiz, copy paste qilib biri qo'yamiz va tagidan copy paste qo'yamiz. Va endi bunisida type'iga email yozamiz. Bu yerda endi emailingizni kiriting bo'ladi. Va yana ikkita biri qilib turib copy paste yana qo'yamiz. Text o'rniga password bo'ladi. Chunki bu yerda parol yozish kerak bo'ladi. Va ismingizni o'rniga parolingizni kiriting bo'ladi. Parol kiriting. Va yana biri qilib turib button yaratamiz. Button yaratganda ro'yxatdan o'tdingiz bo'ladi. Va type bu oddiy matn yozish uchun ishlatiladi. Mana bu type text oddiy matn yozish uchun ishlatiladi. Type email esa email yozish uchun ishlatiladi. Sabachkasiz kiritmang deydi. Type password esa bu parolni to'g'ri kiritmadingiz yoki parol bilan yashirib ko'rsatadi. Button o'tgan videolarda gapirib o'tgandek bosilganda foydalanuvchi registratsiya qilinadi. Keyin endi CSS'ni qilamiz. CSS'ga o'tib body font family kerak emas. Text align center qilamiz. Va margin 100 beramiz. Margin top 100 beramiz. Margin top 100 piksel. Va forumga ham dizayn beramiz. Forum Gulikaus width'ini 300 piksel qilamiz. Margin auto. Inputga ham dizayn beramiz. Input Gulikaus ochamiz. Buni width'i 100% bo'ladi. Padding esa 10 piksel bo'ladi. Va button tugmaniga ham dizayn beramiz. Button Gulikaus ochamiz. Buni ham width'i 100% bo'ladi. Padding'i ham 10 piksel bo'ladi va background orqa foni ko'k rang bo'ladi. Color rangi oq bo'ladi.
FFFF va borderi yo'q bo'ladi. Border radius 23 piksel. Inputga ham shunaqa. Border radius 23 piksel. Buni borderini 1 piksel qilib, solid rangini ko'k qilamiz. Blue. Laser qilamiz. Laser qilganda xuddi shunaqa narsa chiqib keladi. Aytgancha sizlarga sizni tushuntirishingiz chiqibdi. Text align center bu hamma tekstni yozuvlarni o'rtaga olib keladi. With 300 esa bu formani enidir. Padding ichki joy tashlaydi. Buttonga ko'k rang berilgan mana bu yerda. Button bu tugma. Mana bu tugma. Kellayni qilamiz. Ismingizni kiritasiz. Misol uchun o'zimnikini kiritaman. Toza va gmail.com. Agar gmail.com bo'lmasa, hech narsa ishlamaydi, chunki agar gmail bo'lmasa, hech narsa ishlamaydi. Kuchukcha bilan gmail kiriting deyapti. Gmail kiritsak, gmail.com va parol kiritsak ishlaydi. Shuningdek, bugungi videomiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Hammaga xayr.